bo'pti, sen shu 12dan tushishni nima qilding shunda? Ko'rdinglar, qizlar darsim nechida tugab, nechida boshlashini ham biladilar. Shu gapni xotirashim bilan Nima qilamiz? bola ham gapirdi hozir. Yo'q, hech kim gapirgan yana o'quvchilarim olib ko'rsataman, xohlasangiz ko'rasizmi? Mana qizlar turishdi. Bo'pti, men chiqiy qilaman. Yo'mda aylantir, yo'q. Nima deyman? Yo'q, men hozir yo'q deb qo'ydim, operator. Ha, erim rashqchilar, hisob shunaqa toifaga kiradilar, no vaqti kelganda tushunadilar ham, podдержка qiladilar. Voy, bir kunda 900 marta qilsalar kerak telefon. Juda ham ko'p gaplashamiz. Sevgi, muhabbat deymiz, dema birpasda sog'inib qoladilar meni. Men Zayniddinova Go'zal Muhammadjon qizi. O'zi yoshimni sir tutardim, no bugun e'lon qilmoqchiman. Bor yo'g'i 29 yoshman. 2012-yil green card yutib olib Amerikaga ketganlar. 2017-yil menga uylanganlar. Ya'ni o'sha yoqda Amerikada 5 yil yashayotgan bo'lganlar. Turmush o'rtog'im Amerikaga ketganlarida bizlarni dokument chiqish qiyin bo'lgan vaziyatda ko'pchilik o'sha ajrashib ketsang ham bo'ladi degan vaziyatlarda bu yoqda ayoli bordir, bola chaqasi bordir, sen bu yerda bilmay kutib yashab yuribsan degan vaziyatlarda to'g'ri kamsitilish bo'lganmanda. Qaynona-qaynota bilan yashaganman xo'jayinim yo'q paytlarida. Odamlarda shunaqa fikr bo'lgan. Xo'jayining seni olib keta olmaydi, shunchaki ota-onasiga tashlab ketdi, seni kelin qilib degan. Lekin men bu narsani insonlarni fikriga quloq solmaganman, siqilganman. Voy, hozir yig'laveraman desam, u kunlarni eslatib. Sabr qildim, sabrimga yarashasini olganman. 2022-yil farzandlarim bilan Amerikaga ketganmiz. Unga qadar 6 oy Toshkentda, 6 oy Amerikada yashab yurganlar xo'jayinim bizlarni olib ketganga qadar. Narsalar sotganman, kosmetikalar, firmalarda, sartaroshlik ham qiziqib qilib ko'rganman. To'ylarga chiqqanman, shou biznesga qiziqqanman. Shu qizlik davrimda. Soham asosan farma, aptekada ishlaganman, dorixonada. O'sha payt Amerikadan kelib shamollagan davrlari bo'lgan xo'jayinimni va dori olishga kirganlarida meni ko'rib yoqtirib, keyin sirazi sovchi yuborib, tanishib shunaqa bo'lib ketgan. Kasbim bolalar massajisti, hozirgi kunda shogird chiqaraman. Faqat детскийni o'rgataman. Взрослыйni ham qisman o'rgatib ketaman, чтобы uyga borganda bolajonlarni massaj qilganda обязательно mamashalardan, ya'ni onalardan taklif tushadi. Bitta kelganingizda meni ham massaj qilib qo'ya qoling, yelkalarim achishib ketyapti, bola boqaverib deyishadi-ku. Shunaqa vaziyatda shu onalarni massaj qilish yo'lini o'rgataman. O'zini turmush o'rtog'ini massaj qilishi mumkin, onasini. Menda asosan детский. Shaxsiy massajning sentrimni ham boshidan oxirigacha xo'jayinimni podдержкасы bilan o'zimni mablag'im bo'lib turib, o'zimni qurbim yetgani uchun o'zim bemalol ocha olganman. Qanday yo'l bering? Faqat bundoq siypash oddiy eski zamonni texnikasini o'rgatmayman. Ma'lum texnikamni bilishadi. Bir dunyo ma'lumot детскийni o'zida, детскийni qirralarini ochib tashlaganman. Любой rossiyskiy master-klass, chet davlatlardagi master-klass seminarlar bo'ladimi, bittasidan ham qolmay qatnashaman. O'rganaman, malakam oshirib turaman, to'xtab qolmayman-da. Rossiya Federatsiyasi tomonidan лучшая авторская metodika texnikasi g'olibasiman. Diamond of Uzbekistan eng лучший преподаватель, eng yaxshi ustoz nominatsiyasiman va bundan tashqari xalqaro toifadagi ustoz hisoblanaman. Hammasi massaj bo'yicha. Shu kungacha 5000 dan ortiq shogirdlarim bor. Yolg'on bo'lmasa, joy ochganim 3 dan 1. Yana bitta 3 dan 1 vizovga boradi hozirgi kunda. Yana 3 dan 1 qismi uyda o'tirib massaj qilishadi. Hammasi band. Yoshroq paytim mendan zo'r bo'lib ketib qolsachi degan qizg'anish bo'lgan, lekin keyin yillar o'tib bilganmanki, rizq Allohdan. Meni rizqimni birovga, birovnikini menga
berib qo'ymasligini tushunib yetganman va qancha shogirdlarim naborot yaxshi yutuqqa erishsa menda o'sish bo'lishini bilganman. Go'zal Zaynidinovani shu Instagram orqali qidirib kelganman. Hali 1 oy bo'lgan yo'q. Ancha narsa o'rgandik. 3 oylik kursga o'qiganman oldin. Yetarli bo'lmagani uchun, yaxshi bilim ola olmaganim uchun, keyin bularni ancha kuzatdim. 11-iyuldan buyog'i kuzatib, 5-avgust kuni qabullariga yozildim. Oyog'idagi oraliq masofa qancha? Agar u bo'ladigan bo'lsa, men bu ming birlashsa ham mana bu yaxshi bo'ladi. Ishlarini hurmat qilib, men ham xudo xohlasa professional massajistka bo'laman deb keldim. Go'zal opa hattoki bolalarga qanaqa munosabatda bo'lish, massaj paytida onalarga qanaqa munosabatda bo'lish hamma narsani o'rgatadi. Ko'rasam, boshi formasiga qaraysiz. Bolalarga gidrovanna bor, общий umumiy massaj, lechebniy fizkulturniy kompleksi, LFKlar, hamma texnikalarim mavjud. Sentrda sharoitlar juda ham zo'r. To'g'risi havasim keldi. Xudo xolasa Go'zal opada shogirdlik tugatgandan keyin o'zim ham niyatlarim bor. Shunaqa joylar ochish. Men ham uyimda qilganman-da boshida. Uyimga 8 ta 10 talab odam kelardi. Joy shart emas, u обязательно baland dorga osilib olishim shart emas. Men ham sekin pog'onama o'sganman. O'tilgan mavzular bo'yicha nima savolinglar bor, nimani tushunmadinglar? Aytadiki, men birinchi patsient yig'ib olay, keyin o'qisam-chi, men aytaman, qanaqa deyman? O'qimasdan patsient yig'ish Allohga ish qoldir deyman. To'g'risida hamma narsani oldinroq harakat qilishadi. Yoki bo'lmasa telefon qilishadi-da, bir ikkita darsingizni ko'rsam bo'ladimi? Nimaga desam, qiziqyapmanmi, yo'qmi shu sohaga o'zimni tekshirmoqchiman deydi. Men aytaman, "O, menga telefon qilayotganingni o'zi qiziqish-ku. Glavoy qiziqish bo'lsa, hammasi bo'ladi." Biz Farg'ona shahri Rishton tumanidan keldik. Tushuntirib, miyamizga quyib, ochib turib solib qo'yapti-da, ochig'ini aytsak, o'zbekcha qilib aytsak. Arziydi. Arziydi. Narxini bizdan keyin baland qilaversin. Bir hafta o'tdi. Endi yangi hafta boshladik. Ko'p narsani o'rgandik. O'zimni farzandimga yordam beryapman. Qarindosh urug'larga qanaqadir maslahatlar beryapman. Yutuqlar bilan shunaqa bo'lishadi. Juda ham odzivlar ko'p. To'g'risi maqtanmayman-ku, lekin bir Instagramimni aylanib chiqsangiz, qiziqsangiz, odzivlarni ko'rasiz. Qancha bilimimni qizg'anmaganim sari, ular qancha rivojlangani sari menda naborot o'sish bo'lgan. Hatto shu shogirdlik gruppalarim bor. Eng yaxshi ishongan shogirdlarim uchun va o'zim viloyatga, vodiylarga bora olmaganim uchun menga boshqa respublika viloyatlardan patsientlar chiqsa, bemalol shu gruppaga murojaat qilib, shogirdlarimni u bemorlarga yuboraman. Oxirgi ko'rsatuvimdan keyin Shokus Azizadan keyin 99% negativ bo'lgan, lekin menda qancha negativ bo'lsa, shuncha o'sish bo'ladi. O'sha insonga qanaqa aslida insonligimni ko'rsatishga harakat qilaman, negativ meni o'stiradi. Havas qilsangiz, undan zo'riga erishasiz. Men ham bir paytlar kimlargadir havas qilganman, chunki mashinam bo'lmagan, oddiy avtobusda yurgan qiz bo'lganman, misol uchun. Qarab, meni ham shunaqa yaxshi inomarka mashinalarim bo'larmikin? Men ham Turkiya bo'lsa ham, hattoki chet ellarga chiqib kelarmikinman degan orzu bo'lgan. 5 yil oldin bo'lgan va iPhone tutish orzu bo'lgan, ishoning. iPhone tutganlar ko'rsam bir boy insondek havosim keladi. Hozirgi kunda mana Toshkentda, Amerikada yashaymiz xo'jayinim bilan. Bitta oyog'im Amerikada, bitta oyog'im Toshkentda. Amerikada bolalar massajini u yoqda qilaman. O'zimizning o'zbeklar uyimga kelib, mendan massaj olishadi farzandligi uchun. O'shanda biyodiy natijalar. Amerikaga ketgan vaqtlarim ham onlayn kursimni tashkil qilganman. Men yo'g'imda bemalol onlayn kursimni xarid qilib, xuddi offlaynda o'rgangandek bemalol o'rgana olishadi. Sababi offlayn qanaqa dars o'tsam, o'sha 20 kun davomida videoroliklar, darsliklar, prям offlaynda nima gapirsam, nima ko'rsatsam, hammasi onlaynda faqat video orqali ularga tashlab beriladi. Shunda faqatgina farqi masofa orqali o'rganishadi. Ularga ham xalqaro diplom sertifikati beriladi. Eng qizig'i, diplom sertifikatligiga onlayn deb yozilmaydi. Hattoki onlayn kursimni bitirib, o'zlarini shaxsiy massajniy sentrlariga ega bo'lgan, zo'r daromadga erishib, kerak bo'lsa chet davlatlardan uylar xarid qilgan shogirdlarim ham bor, odzivlari. 2 nafar farzandim bor, xudo xohlasa, inshaalloh 3-chisi tug'iladi, xudo xohlasa.
qonuniy borib kelayotganimga ham shukur Amerikaga. Shunchalik yo'l kira sarflab borib kelishimga Alloh qodir qilganiga shukur. Yurardik Oriflame sotib, febrlik sotib, Merike sotib, eshik deyishim mumkin yoki aptekada 1 million oylik ishlab yoki to'yda anaqa ashula aytib yuruvdik deyishligi mumkin. Allohga suygan bir yoqqan jihatim bor ekanki, shunaqa shogirdlar hurmat qilib shunaqa martabaga erishdim. Oson agar adammi yo onammi pullariga tayyor bir martabaga erishib qolganimda, balkim bu vaqtincha bo'lardi. Tez bu narsa ham meni tark etgan bo'lardi. Ishim orqali mashina oldim. Ishim orqali misol uchun chet davlatlarni ko'rdim. 12 mucham sog', farzandlarim yonimda, xo'jayinim, turmush o'rtog'im, jigarlarim yonimda. Sog' bo'lsa, u manja, mol-mulkka ro'jo qo'ygan inson emasman. Shogirdlarim qilayotgan natija, o'ziv ularni daromadi. Maza qilaman. Chunki men oldimga shunaqa qizlar kelgan, nonga ham hattoki puli bo'lmay, qo'shnisidan, tanish bilishidan qarz olib turib, meni darsligimga kelib turib o'qib, shunaqa darajaga bo'lib ketganini ko'rib, men ko'zim prosta quvonadi. Men sababchi bo'lib qolganimga. Men ham farishtaman demoqchi emasman, lekin Alloh shularni rizq topishida meni shunchaki sababchi qilib qo'yganiga xursand bo'laman. Ertaga bormizami, 1 soatdan keyin bormizami, yo'q bilmayman-ku, no, Allohga ishonaman. O'zim qo'ldan kelgancha shu yaxshi inson bo'lib, yaxshi nom qoldirishga, yanada rivojlanishga harakat qilaman, chunki har yilim agar oladigan bo'lsak, har doim o'sish bor-da. Misol 3 yilga oldingi go'zal bilan hozirgi go'zallik farqi bor. Bilamanki, hozirgi go'zal bilan 3 yilga keyingi go'zallik hamma narsalari egasizda. Bo'ldi, kim nima olsa bilganini qiladigan vaziyat. Bunday o'ylab qaraysiz. O'sha adam avaylagan telefon, adam qadrlagan kiyimlari, misol uchun uylari, qaravonman ko'z oldimda faqat shu narsa o'tyapti, bo'ldi, egasi yo'q-da. Men ham ertaga shu narsalarim qolib ketadi. Mashina ham, uy-joy ham, insondan faqat yaxshilik qoladi. Alloh har bir ishida hikmat bor deb o'zimga, ya'ni qo'yib olganman. Alloh tarafidan bizga shunaqa imkoniyatlar berilganki, har bir